Ko'p qismliq ovozliq asar Qo'shkizaklarning taqdiri. Ikkinchi qism. Apam menga birdam qarab turayotgandan keyin cho'nqur birni tenib qo'yib gap boshladi. Rost deysan qizim. Ular kichkidan haqiqatan betalay cho'ng bo'lgan. Bu ularga kelgan bir baxtsizlik. Biroq har qancha ig'ir kunda qolsa-mu, yo'ldan chiqmag'uloq. Ularni boy bo'pti deb xo'sh bo'lib ketma qizim. Seni ulardan tortishimning sababini andig'u bilgansan. Gap qilmaysan-ku. Ajaba, hammani aniq deyishim kerakmi? Tova, ular oson pul topadigan yo'lga kirib qopti. Gapimni tushunyaptamsan? Apamning shu gapini anglagandan keyinla ondan gapning tegidagi gapni tushundim. Shunga apamdan xijil bo'lib, bildim degandek beshimni langshitdim. Apam mening boshlangshitib xijil bo'lganimdan, yerga qarab olganimdan mening tushunganligimni bilib, birdilla gapini muloyimlashtirib so'zlashga boshladi. Appa qizim, inson uchun go'zal axloq qanchalik muhim. Bo'libmi, biz qiz ayollar uchun sharmi hayo degan jinimizda muqimmatlik. Rost, ular boy bo'lib ketibdi. Biroq to'g'ri yo'l bilan boy bo'lmagan-kan. Shunga qozonga yo'liqsang qarz yuqar, yomonga yo'liqsang yarisi degan gap bor. Shunga seni to'sdim. Bildim, appa. Apam gapini tugitib, hujramdan chiqib ketdi. Men apamni xafa qilib qo'ymaslik uchun boshqa gap qilmay, ma'qul deb javob berdim. Shunda qilib, oradan yana 5 yil o'tdi. U arada Gulmira bilan Gulchehrani faqat uchratmadim. Bir kuni say bozorda say elvassam, biri mo'ramni tutdi. Gulmira menga qarab turadi. Hayron qoldim. Uning ilgirki moda turqi o'zgargan, chiroyidan kulkisimi allaburun yo'qolgan bo'lib, ko'zlaridan miskinlik chiqib turadi. U meni tortib, aldirashtab mendan o'zingni qochirmag'in. Bugun paranglashayli deb o'tinish ohangida ko'zimga talmirdi. Uning bu turqiga qarab ma'qul bo'ldim. Ham bir tortxonaning ayrimxonasiga kirdik. Yeydigan narsalarni buyurtib bo'lib, u gap boshladi. Mahallamizdagi Qodirni demisanmi, senmi tuniysan? Biz yuqori o'rlab o'qiy olmagandan keyin yanala shu burunqidek turmush g'amida edik. Bugun topsaq, ahdini g'am qilatdik. U nemishqikin bizning uyga doim keladigan bo'lib qoldi. Men kichik bo'lg'ashqa, boshqa qo'shnilardek yurtdoshlik sababidan yordam qilyotdi deb o'ylabdiman. Keyincha u menga bara pul beradigan, kiyim-kechak sovg'alarni beradigan bo'ldi. Hamda uyimizda nima yo'q bo'lsa, birdamdala akilib beradi. Uni uchratgandan beri kunlarimiz osh qo'rsoq, yerim yalang'och yuradigan kunlardan yiroqlashishga boshladi. Men uning bu qilganlaridan shunchalik xushal edim. Achammu u uyga kirsala sirtqa chiqib ketadi. Shunda qilib bir kuni u meni yaxshi ko'rib qolganligini, o'ylashib javob berishimni ma'qul degicha saqlaydiganligini aytdi. Men necha kun o'ylashdim, ham achamga dedim. Acham gapimni anglabla, "Nimadoq yaxshi, sening baxting gapdi singlim. Uningga ma'qul degan, u bizning turmushimizga kirgandan beri hech nimadan g'am qilmay yaxshi yeb, yaxshi kiyib yuryapmiz.
Onun qadriga yet, dedi. Menmu bu gaplarni to'g'ri topdim. Shundaq qilib bir kuni u kiribla Noyi bozorga bir savdo ishi bilan bordigan bo'lib qoldi. Sirtda mashina saqlab qoldi deb qo'yibli chiqib ketdi. U shu ketgancha bir oydan ko'proq vaqt yo'qib ketdi. U vaqtlarda hozirgidek yanfun umumlashmagan bo'g'ashqa hech bir xabar yo'q edi. Kundan kunga yeydigan go'sht yog'larimiz tugab, yana qiyinchilik boshlang'il turdi. Hali u yo'q, hali bu yo'q. Amdila turmushdagi g'amimiz tugaganda Qodirdan ayrilib, yana g'am bosdi. Shundala men qat'iy turmushimda uning kam bo'lsa bo'lmaydiganligini to'nib yetdim. Ham uning tezroq kelishini intizorlik bilan kutdim. O'ylab baqsam, menmi uningga ko'nib qolgan edim. Ko'nila beka demabdikan, kuyga yamanmu, kungamu deb. Shundaq qilib oxiri yo'liga qarigan Qodir keldi. U nurg'un sovg'atlarni elib kelgan edi. U kirishiga ocham, u alg'ash kelgan ko'ynakni kiyib, xushal bo'lganicha rahmat aytib, menga ko'zini qisib qo'yib chiqib ketdi. Qodir ocham chiqib ketishiga meni quchoqlab oldi. Hey, o'ynab qoldingizmi? Men texi sizni shunchalik sevgan edim. Shunlashqa ishlarimni botir tugitib, kechilab yurib bo'lsa-mu qaytib kelishimdi. Siz meni yaxshi ko'rmaydigan o'xshaysiz. Bo'ldi, sizni motavayt qilmay. Ko'ngil deganni zo'lab tang'ilib bo'lmaydi. Men may. U mang'ili o'rnidan turdi. Men u yo'q kunlardagi g'ayriblikni o'ylab, uni qo'ldan chiqarib qo'ysamla, yana aran erishgan hozirgi g'amsiz turmushdan quruq qolg'udekman deb o'yladim-da. Darhol g'ayratga kelib, uni tutib oldim. Ham uningga "Men sizni yaxshi ko'raman" deb arala deyaladim. Shu kundan boshlab biz muhabbatli turmushimizni boshladik. Kunlarimiz shunda xushal, xotirjam o'tayotgan kunlarning birida dadamdan ayrilib qoldik. Nemishqikin, dadam bizga dadalik mehri bilan qarab boqmag'ashqimi, bilmadim. Azroqmi azoblanmadim. Chunki uning hayotligida biz doim uni izlab tepib, uyga akirib yotqizatdik. Atigini yana chiqib ketib, yana shu koni odati bo'yicha aroq ichib yuraveradi. Shunga uning o'lib ketganimi bir hisobda yaxshi bo'ldi deb o'yladim. Shuning bilan Qodir bilan yoshlik payzini surib yuraverdim. Ochami bizni to'simaydi. Menmu kichkimda yo'qsizlikning dardini yetkichi tatqashqa Qodirdan ayrilmasamla, endi u kunlar kelmasga ketdi deb g'amsiz yuraverdim. Keyin ne bo'ldi? Bo'ldi. Yig'lamay so'zla. Hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi. Qani yig'lamay so'zla. Meni yaqinda bilasan-u. Ajiba so'zimni anglamamsan? Yo'q. Undaq emas. Ha, amsi so'zla. Men sening ahvolingni bilsam bo'ladi deb yuratdim. Chunki kishilarning og'zidan. Hay, bo'ldi-la. Qani, yanala avval sen so'zla. Men jim o'ltirib anglay. Keyin men uning ayoli borligini anglab, nihoyat azoblandim. Ichim kuyib ketyotdi. Yig'lab yurib, xili judab qilgan edim. U men tunji ko'ngil bergan yigitim bo'lg'ashqa, yanala uni suyatdim. Biz bir mahalladan turib, uning to'y qilganligidan bexabar edim. Oxir men Qodir bilan paranglish qaroriga keldim. Ammo u gapimni anglab, Ha. Qanday mo'ymishkin desam, mush ishmete. Uni-chu uydagilar zo'lab menga ilib bergan. 15 kundan keyin uni opasining uyiga olib bergan. Mening yaxshi ko'rdiganim faqat siz jinim. U ya uyda bo'lmasa,
Mening ko'nglimda faqat ikkimizning muhabbatila bor. Menga ishining jonim. deb bir qator va'dalarni berdi. Menmi uningdan ayrilolmaydim. Keyin bu ishni ochamga dedim. Ammo ochammi to'y qilgan bo'lsa nima bo'pti? U yomon ish bo'lmasa, bu ishni men burun bilatdim. Hech qisi yo'q. Mana hozir hech nimadan g'am qilmaymiz. Mushumi yetar bizga, dedi. Shundoq qilib, bo'pti deb ilgirgidek yuraverdim. Keyin ochamni izlab kiradiganlar ko'payib qoldi. Ularning orasida bir kuni ishga kirib keldi. Ham ochamni so'radi. Yenidagi bola menga pat-pat qarab qo'yatdi. Ochamni uzoq qolmay kirib keldi. Men sirtqa chiqib kirsam, ularmi ketibdi. Yenidagi bola boshqa yurtliq bir savdogar bola ekan. Uning menga ko'zi tushibdi. Ocham bu gapni devatganda ichimda shundoq ochiqim keldi. Ham chachrab o'rnimdan turib ketdim. Ocha, sen nima devatsan? Men Qodirni yaxshi ko'raman. Ajiba sen bilmabsan? Voy, nodonsan-la. Seni Qodirga ma'qul bo'l deyishim, g'o'rigul turmushdan qutulish uchun edi. Senza bu ishlarni rostila muhabbat deb o'ylab qolsan-da. Nima? Sen nima demoqchi? Bu ishlarni bir o'yin demoqchimisan? Amis sen degina. Sizlar haqiqiy muhabbatlashyotamsizlar? Qodirning ayoli bor. Esingda bo'lsin. Yo'q. Qodir ayolni qo'yib berib, meni amirga oladigan bo'lgan. Nima? Amirga? Qiziq. Hay nodonsan-lar. Hay nodonsan-lar. U texi ayoli bilan ajrashmagan bo'lsa, qachon u xotini bilan bir taraf bo'lib seni oladi. Bu yigit tex to'y qilmagan yigitgan. Uni qo'lga tushirsang, kunlarimiz teximi yaxshi bo'lib ketadi, appaqsanlar. Qo'yib. Bu hargiz mumkin emas. Sana deb qo'yay. Qodir meni hargiz aldamaydi. Menga hargiz vafosizlik qilmaydi. Voy, texi, ochiqining yomonligini ko'ring. Rost deb o'ylab qopda. Qani ko'ramiz. Men ochamning gapining oxirini anglamay, hujramga kirib ketib, bo'lgan ishlarni, ochamning so'zlarini qayta o'ylab, ko'nglim qattiq buzilib, ho'ngrab yig'lab ketdim. Men shu yig'lagancha kecha kirpik qaqmay, tongga yaqin uxlab qopdiman. Bir chaqda Qodirning meni chaqirgan ovozi bilan uyg'ondim. Ham uningga mening tezroq to'y qilg'im borligini aytdim. Qodir. Nima ish bo'ldi, Malika? Biroz bozaq qildimi? Siz meni tashlab etmaysiz, shundaqmi? Siz menga va'da bergan-ku. Esingizdami? Albatta. Nima ish bo'ldi? Bo'ldi, yig'lamaydigina. Biz to'y qilaylik. Qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi. Bu u birdan o'ylanib, andin ayolim shu ajrashqili unmayotidi. Amal bar tez ajrashib, sizni uyimga olib olmasam bo'lmaydi, deb mag'zimni chimdab qo'yib chiqib ketdi. Men bu shu yig'lagancha yana hujramda yolg'iz qoldim. Bu asarning bugungi anglitishi mush yerda tugdi.